Hurmatli obunachilar, bugun bu videoda iPhone'ni siz eng arzon narxidan xabardor bo'lasiz va eng ishonchli joydan eng ishonchli iPhone'ni xarid qilgan bo'lasiz. Biz sizga smartfon emas, biz sizga ishonch, kafolat va qulaylik ulashamiz. Bizdan har bir olingan smartfon baraka omili hisoblanadi. iPhone 12 Pro'ni qarang, 90 dan baland oq rangda, blue rangda. Men maqtana olaman. O'zbekistonda hech qaysi viloyatida 50 tadan ortiq A+ segmentda hammasi korobkali shunaqangi iPhone 12 Pro'ni topish imkonsiz deb bilaman va men taqdim etayotgan narx O'zbekistondagi eng arzon narxda ekanligiga ishonchim komil, chunki 100 tadan ortiq magazinda narxini solishtirgan holatda chiqarilgan narxlar va hamma magazinda mavjud bo'lmagan qo'shimcha imkoniyat. Bunda eSIMlari ham o'tgan, bitta nuqtasi yo'q, haqiqiy sifat. 90 dan baland, eng kami 89 bo'lishi mumkin, 88 bo'lishi mumkin, lekin hammasi 90 dan baland. Narxi esa $376. Super zo'r takliflar. iPhone 13larni 415, 425 dan sotayotgan edim. Hammasi eSIMlar o'tgan. Katta kolичествоda kirib keldi. A+ segmentda korobka hujjatlari bilan olib keltirib qo'ydi. Narxi esa sizni lol qoldiradi. $395 hurmatli obunachilar. Bu hali hammasi emas. iPhone 13 Pro Max 128 85 100% radno. Hop, $575 ga. Bilasiz, $625-$640 telefon, 128 97% ideal iPhone 13 Pro Max ni chegirma narxda siz azizlar uchun eng qulay narxda $595 dan. iPhone 12 mini 128 GB ideal yangida $95% $229 ga. Sal chexonizda bo'lishi mumkin, lekin bunda mana shu 11 Pro yangidek holatda. 256 GB 94% $319 ga. A+ segmentda iPhone 6 Pro 100 largacha turibdi, 256 lik yangi telefon deyarli $920 ga. $1000 dan qimmat sotilyapti hozirgi paytda. 256 GB 14 Pro Max ni zaryadning hamma yo'q full holatda $690 evaziga. Note 8 prosta bu smartfonni bilgan biladi. Bu smartfonni ishlatgan odam hozir yangisiga izlayotgan bo'lsa, bu yangidek holatdagisi. $110 ga, qiymatiga yarasha juda arzon narxga. Honor GT bu arzon oddiy smartfon emas. Bu pered zakaz keladi. Xitoyga zakaz berasiz, kelishini ancha kutasiz, lekin bizda kutishga hojat yo'q. Choko rangda, har bir smartfonda mavjud bo'lmagan noyob rangda. 12 256 lik eng mukammal segmentda $405 ga. A56 5G A seriyaning mukammal varianti, 8 256 lik katta xotirali varianti eng qulay narxda $340 ga. A16 hozirgi paytda aktual, hozirgacha talab ko'p bo'lgan modelni $145 evaziga. iPhone 14 Pro 128 90 $599 ga. iPhone 13 Pro narxida dashi. Bu esa Infinix GT 30 Pro, Infinix Note 30 Pro, Note 40 Pro Eco koja, gold rang, zo'r kalibratsiya bo'lgan, ekranlari qayrilgan, JBL audio akustikaga ega va smartfonni qadrga yetadiganlarga Note 14 Pro Plus 5G $319 ga. Poco X5 5G X3 Pro dan arzon $134 ga. Galaxy S21 Ultra ni ideal variantini 140 ga beraman. 160 ga ham yo'q, hozir qidirib ko'ring. Bunaqa nuqtasi yo'q, ideal varianti yo'q hech qayerda. Qo'rqmasdan ayta olaman, chunki o'zimga zal bo'lib kecha misol uchun 100 tadan ortiq magazinga aloqaga chiqdim. Hech qaysi birida yo'q va men sizga 24 Ultrani O'zbekistondagi eng qulay narxda $705 dan A+ segmentda katta assortimentda xohlagan rangida desert deysizmi, violet deysizmi, qora deysizmi, titanium deysizmi, House Mobile eng sara smartfonlarni, eng noyob ranglarini barchasini eng qulay narxlarda taklif etishda davom etadi. Biz nafaqat Samsung, balkim iPhone'larni ham shu jumladan eng qiziqarli model bo'lgan, hozir hammasini ko'rsata olmayman. Mana hamma rangidan ko'rsatib bera olaman, lekin iPhone 11 bu tanlovning eng zo'ri. Ishlatib iPhone'ning haqiqiy hissiyotini his qilasiz. iPhone'ga bo'lgan mehringiz oshadi va bu smartfonni ishlatib ertaga sotmoqchi bo'lganingizda ham plyus shunda bo'shab beradi. Eng qizig'i, O'zbekistondagi eng tiniq sara iPhone 11lar bugun qo'shimcha taklif ila eSIMlargacha o'tgan variantda eng qulay narxda $260 dan 90 dan baland yangi 11larimiz. Bu hali hammasi emas. Undan da qiziqarli smartfonlar hali oldinda.
smartfonlar ko'pligidan qo'limga ham sig'mayapti ko'rsatay desam. Mana qisman ko'rsatayotgan bu 11 Pro'larimizni katta kolичествоsi siz azizlar uchun eng qulay narxda, hammasi 90 dan baland, ideal grafit, o'ta серьезный uslubda 64 talik narxi $295 A+ segmentda. Mana shuncha smartfon kirib keldi, lekin ichida bir dona S15G keldi. S15G ikkita filialimizda 700, даже 1000 dan ortiq model bor, lekin S15G faqatgina yagona bitta. Afsonalar eskirmaydi deb bekorga aytishmaydi. S15G bu afsonaviy smartfon. $135 ga Honor 50 Lite Rossiya bozorini 35% ni egalladi. Premium darajadagi kuchga ega. Buni chet davlatda yurgan insonlar, his qilgan insonlar his qiladi. Note 13 Pro Plus 5G e'tibor berib turinglar, $249 ga olasizlar. Bu super narx, super taklif. Bu smartfon sizni bizga butun umrli mijozga aylantira oladi. Bu Honor 200, bu premium darajadagi kuchga 12512 talik premium darajadagi kuchga ega $285 ga. Xudo xolasa bu smartfonlarni qisqacha obzor qildim. Bizda nafaqat ikkinchi qo'l, balki yangi smartfonlarda ham barcha modellari borligini ta'kidlab o'taman. iPhone 7 Pro Max'larda katta assortiment birinchi filiali keldi. Bugun 10 ta kelsa 10 ta sotilib ketyapti do'konimizda. Storieslar kuzatsalar ham bo'ladi. Instagramda qo'yib boryapmiz mijozlarimizni. iPhone 16 Pro Max'largacha bu xohlagan rangingizda eng qulay narxlarda biz har doim har bir mijozni rozi qilish ustida ishlar ekanmiz. Xudo nasib bo'lib shunaqa smartfonlar kelishda davom etadi. Albatta obuna bo'ling. Instagram profilimizga qo'yib qo'ydik. Birinchi filialdagi chegirmalarni qo'yib boramiz. Har biri haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz.